oldin direktorskiy собранияларimiz yig'inlardi-da, hamma direktorlar yig'inlardi. Butun O'zbekiston direktorlari yangi anaqa zvaniya ochganlarni tabriklardi kompaniya. Har katalogga, misol uchun katalog yopildi, chorshanbasi, payshanbasiga yig'ardi-da, hamma direktorlar taqdirlardi, значокlarni berardi. O'shanda bitta menejerimiz bo'lardi, Elvira degan menejer bo'lardi, novinkalarni uyiga olib ketib ishlatib ko'rardi. Keyin unga prezentatsiya o'tib berish berilardi. Prezentatsiya o'tib berganda, chunki u ishlatib ko'rdi-ku mahsulot, shunaqa gapirib berardi. Uy kelib sharsan urib ko'rib ishlatib ko'rardi. Chunki uni gapirib berayotgandan, uni ifori qanaqaligini yoki yuzini qanaqa qilib qo'ydi, qo'lini qanaqa qilib qo'yganini gapirib berganda, "Vah" derdim-da, ishlatgim keladi. O'shaning uchun nimaga men ham reklama qilayotganimda hamma og'iz kelib ketadi. Men uyimga olib kelaman shu narsani. Nech pulli narsa farqi yo'q, olaman, ishlatib ko'raman. Ya'ni unda avval mana mana shunaqa demayman, uni ishlatib ko'raman, haqiqatan bilaman zo'rligini va sizlarga reklama qilaman. Qizlar, mana mana shunaqa ekan, hidim ham bunaqa ekan, ko'rinishim ham bunaqa ekan, yo'q, keyin bo'ldi, bemalol продажаga chiqib ketadi bu narsa. Skladda ham qolmay qoladi.